Selamünaleyküm İttihallık Gezi Kurumlarıyla Keşkınlar hayırlı olsun. Ben Adil Erbil. Uygur Tetkikat Müstahap namını Allah'a salam yolayım. Hatta institutumuzun müdürü şundakla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilim Okutuvchisi, doçent doktor Erkin Ekrem muallim bilen ötküzüp kelayotgan Xalqaro vaziyat ve gün tartibinde davamlı programımızınki yeni bölümü uzun oldu. Erkin muallim hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Gezi Kurumlarıyla bugünkü programın söhbət temisi Germaniya Baş Ministeri Scholz'inki Xitay ziyareti hakkında. Germaniya Baş Ministeri Scholz, Moş ayının 4. günü, yani 4. noyabr günü Xitay'ını ziyaret kıldı. Ziyaret jarayonida Xitay Devlet Reisi Xi Jinping ve Xitay Baş Ministeri Li Keqiang bilan görüştü. Germaniya Baş Ministeri Scholz'inki bu qatim Xitay'ın ziyareti Avrupa İttifaqı devletleri, Avrupa devletleri, şundaqla Avrupa çoğun tarafqula Amerika medyasida tanqidlarga uchradi. Sababi Scholz bu qatim Xitoydan bo'lgan munosabatda bo'lib iqtisodiyotdagi manfaat munosabatini Avrupa İttifaqı'nınki qimmat qarashlar bo'lgan demokratiya, inson haqlari üstün ko'rib Xitoyni ziyorat qilgan bo'ldi degan tanqidlarni bergan bo'ldi. Ama albatta Germaniya Baş Ministeri bu qatim Xitoy ziyoratini yoqlagan bo'ldi, chunki bu qatim bu ziyoratda Xitoy Davlat Reisi Xi Jinping'ninki Rusya Ukrayna urushida Rossiyaningki yadro qurollarini ishlatmaslik haqida davomli Rossiya tarafini ogohlantirib turganligini, shundaqla bu qatimgi ziyoratda Xi Jinpingning bu vaqtda Scholzga bu qarorni chin turganligini bildirganligi bu qatimgi ziyoratni muvaffaqiyat deb qaragan bo'ldi. Hammadan bir diqqat tortilgan masala bo'lsa, Scholzning bu qatimgi ziyaratiga Germaniyaning eng chong shirkatlaridan bo'lgan BMW, Deutsche Bank, Volkswagen, Siemens, Biotech qatorliq şirketlerninki başlıqlarıma həmrah bolğan boldu. Biz bugünkü programımızda Germaniya Avrupa İttifaqı'nınki bir başlangıç pozisyonu bilan bundan keyin insan haqları dəfsənçilik məsələsində Xitay bolğan pozisiya özgəriş bulandı yo'q. Germaniyanın Xitay siyasətində Amerika tərəfdə turmaydiganlığının bişarəti mi? Və ya ki Avrupa İttifaqı Germaniya bilan bu Xitay oturusidagi imzalanan kelishimdə Germaniyanınki siyasətində yoki Germaniyanın meydanında təvriniş keltirib chiqaramdı yo'q. Yani bu qatimki ko'rish nimaunchalar bunchalik muhim, yoki muhim deb qarasak bo'lamdi. Bu qatimki ziyoratda ishbirlik o'tirisida nimalar muzokara qilindi degan masalalar analiz qilishimiz albatta ma'lum. Sizcha bu qatimki ziyoratning sabablari zodi nimadir? Bununki bir meseleni aniqlashtirish lazım. Yani Xitoyninki teklifi bile. Bulupma Xitoyninki Baş Ministri Li Keqiangning teklifi bile. Bu Scholzninki Xitoy ziyareti bo'ldi. Xitoy yalnızla Germaniya emas, nurg'un devletlerini davet kıldı. Yani Xi Jinping saylangandan keyin nurg'un devletler Xitoyga berib, ziyorat berib, xuddi bu Xi Jinping'ninki qazanishini qutlagandek, tabriklagandek bir vaziyatni yaratish deb o'ylayman. Çünkü Xitoy shu keyingi 2 yilda chet eldan kelgan bu mimanlarını yoki mutassiyasyonlarını Beijing'de emas, Beijing'nin sırtındaki başka yerlerde kütüp aldı. Çünkü Beijing'deki bu kasallikka karşı bu karantina icraatı var. Şununla bu Xitoy reisi Xi Jinping mi başka devletke çıkmagan ve başka devletin adamları mı kelip bakmagan. Ama bu da bir vasıfmış Beijing'e berip görüşüş. Ve 15 günlük ya ki 10 günlük mavu kişiselini tekşirip onundan keyin Beijing'e baralışış degan çeklimeni hemmeni kaldırıyor. Misalga şu 5. ayın ahırında Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Yüksek Ali Komitesininki reisi bolgan Bachelet'e Xitoyga bargan chaqdima necha kun qilgan yani. Başta adamlarını necha kun tuttu. Keyin Uznima Guangzhoudan kirgizgan bo'ldi. Yani bunda cheklemelarni hammani qoldirib o'tgan va qargan chaqda Xitoy shunday ziyoratga ehtiyoj bor. Yani Scholzdan evvel Vietnamninki reisi bordi. Pakistanning Baş Ministri bordi. Mao Janubiy Koreya baratdi ama Janubiy Koreyada kaza chiqqashqa, vaqa chiqqashqa o kechiktirdi.
Şuna o'xshash nurg'un devletlarninki reisleri yoki bosh ministrlari kelishninki oldida. Ama Xi Jinping aldirash. Mana bu 12 ayning o'ttirlarida ichildigan G20 ya'ni G20'ninki yig'iniga qatnashdi. U yerda nurg'un devletdan kelgan ya'ni reisleri olsun ya da baş minister seviyede olsun bular bilan ko'rishadi. Amerika bu prezidenti Joe Biden bilan ko'rishamdi, ko'rishmamdi hozirgacha aniq emas. Ama ondan keyin shu yana shu ikkinchi hafta, ya'ni 12 ayning ikkinchi hafta Saudiya Arabistonda o'rlashtirgan nurg'un bir yig'inlar bor. Xi Jinping u yerni ziyorat qilmoqchi. Ya'ni bu xuddi o'z vaqtida Xitoyninki podshohlari taxtga chiqqan vaqtida bütün chet elliklar meni qutlusun deb chaqirgandek bir ahvol ko'rinyapti. Aslında bu G20 yig'inidan keyin asta ondan keyin bu xil ziyoratlar başlasa bo'ladi. Ama bütün shu chaqirgan mehmonlarninki arasında Germaniya hem de muhim. Çünkü Avrupa'nınki beşideki bir devlet yani başlangıç bir devlet. Onun için G7'ninki azası G7'ni bilimiz Xitoyni devamlı tanqid qilib kelyapti. Ondan keyin Amerika bilan yaqin munosabatlar bor. Misolga ba'zi yuqori texnologiya qurollarni Amerikadan setib olyapti. Yani Avrupa'nın o'zining ichida namoyapti. Amerika bilan bir yaqinligi bor degan chaqda. Şununla bu Xitoy bozorida nurg'un manfaati bo'lgan Germaniyani Xitoyga chaqirsa, Xitoyga keladi va Xitoy chetdim degan chaqda hammanglar yig'ilib olib, menga qarshi chiqyaptimi? Mana hozir mana shu Germaniyaning bosh ministri Scholz bizga ziyorat qilib kelyapti degandek bir Amerikaga bir javob beradiganday. Ve bu G'arb devletlerininki bir ittifak ve bütünlüğünü bozgan bir ko'rinishni yaratgan. Ama her ko'ringan narsa shu voqeaning o'zi degili bo'lmaydi. Çünkü ko'ringan qism bor, ko'rinmagan bir qism bor. Belki mandamı o'ylagan bo'lishi mumkin. Gerçi G'arblar, Amerikalılar bama deb bu Scholz'ninki Xitoy ziyoratini bamisi bo'pti degan bo'lsa, belki Scholz'ninki vasitasi bilan Xi Jinping'ninki tomirini yo'qlab berish. Xitoy bu nimada pandemin asta tugayotdi, dunyoda Xitoyda avjilayotdi. Bunda bir paytda yana bu iqtisod qanday iqtisod tijoratlar qanday bo'ldi, ishni Xitoy ishigini yepatmamdi, G'arbninki Xitoyga bo'lgan bu bisimdan Xitoy qanchalik rahatsız bo'lyapti, uning darajasi qancha buni o'lchash. Degandek bunda ahvolma bo'lishi mumkin. Yani biri bir sinab yiqishninki ehtimolma bo'lishi mumkin. Bo'lmasa bu Germaniya Fransiyanningki tanqidi va Amerikaning tanqidiga qaramay va shundaqla shu xalqaro jamiyatninki va shundaqla bu Dunyo Uyg'ur qurultayining boshchiligida 70 teşkilatınınki bisimiga qaramay shu Xitoyga borman degan bo'lsa, herhalde bir narsa bor buning bu ishning ichida. Germaniyaning o'zining ichidami siyosiyonlarning tanqidi bor, majlisdan tanqidlar bor. Hatta o'zining qurgan koalisyon hukumatining ichidami tanqidlar bor. Nimancha bunda qilib ketdi degan bir savol mı chiqadi? Yolg'izlar aslında 7-8 muhim şirketning patronlarına bu hocayınlarını yeteklep Xitoyga berishmi? Şu kapitalistlarninki menfaatini qo'g'dab qilish bilan Germaniyaning xalqaro o'rni G'arbninki o'rniga ziyon beradiganlarga qaramay boramdi degan savollar chiqadi. Buningki neticesini keyin ko'ra olamiz endi. Taraqqiyot bag'ansiri taraqqiyot bo'lgan vaqtida bular bu ziyaretini arka plandaki bazı inçikliklerine asla çıkış mümkün. Siz degandek bu oturup bir ziyoratdan iborat bir haqiqat bor. Germaniya bosh ministri boshqa bir maqsadni, boshqa bir niyatni
başka bir planını tüzüp bu ziyaretini ilip bağım olsa, Xitayning mı başka bir maqsad bağlığını kögül buldu. Yani bir ziyaretten iki taraflı devletin iki xil maqsad deganini bu yakın kesak buldu. Malum, hozir biz Germaniya taraf, Xitoy taraf masalaga qarab baqdik. Tanqidlarni biroz o'rin siz deb o'tgan bo'ldingiz. Mana programmada ichida buni degan bo'ldim. Bu Joe Biden hokimiyat boshiga kelgandan keyin biz burungi Amerika bo'lamiz, ya'ni dunyoga chiqamiz, ittifoqdoshimiz bilan birga harakat qilamiz degan shiorlarni harakat qilgan edi. Bu jarayonda ittifoqdoshimiz deganda Yevropada o'tib ko'pdi, yoki demokratik ellarni ko'pdi. Kimga qarshi ittifoqdosh? Xitoy va Rossiyaga qarshi ittifoqdosh degan ma'no chiqib qolgan. Bu jarayonda Joe Biden nurg'un Yevropa davlatlari bilan ko'rishdi, ba'zi yerlarda ma'lum darajada ilgi qadam bosgan bo'ldi. Ve bu paytda bu qatim ziyorat Germaniyaniki bu Xitoy siyosatida Amerika tarafda turmaydiganligining bishoratimi yoki ma'lum jihatda shundoq bir ahvol bormi? Germaniya aslında Xitoy bozorida ayrılamagandek Amerika bilan birga G'arb cepheni qurish chetdimi ayrılamaydı. Yani bir tarafni tashlab bir tarafga qaymaydi. Çünkü bu xalqaro munosabatda bunda bo'lmaydi. Ta ki düşmanlaşgan vaqtida bundan keyin taraf bo'lib ketadi. Xitoy bilan bo'lgan munosabatimi aytdi qo'yiq aslında Germaniyaning. Ve Germaniyaningki mushu nima Xitoy bilan ilib borgan tijoratning sumi bütün Xitoyning Yevropa bilan ilib borgan tijorat suminingki %20ni tashkil qiladi. Bu Germaniya Xitoy bilanmi qo'yiq munosabatlar var. Bo'libmi mushu iqtisod chetdan bor. Avval siz dediniz shirkatlarningki nimalar borganligini va Germaniyaning 400 dan ko'p shirkat mushu Xitoyda faoliyat ilib beryapti. Germaniya bilan Xitoy orasidagi tijoriy summani mushu 2021 yilninki raqamga qaraydigan bo'lsak, bu 245 milliard dollar. Yani ve bu Xitoyninki raqami bilan Germaniyaningki raqami biroz o'xshamaydi. Xitoyninki raqami qarag'an chaqda 235 milliard dollar. Yani bir-birisi bilan biroz yaqin ham. Bu Germaniya Xitoydan import qilgan raqami bu 141.7 milliard dollar. Yani 2020 yılga qarag'an chaqda %20.8 o'sgan bo'ldi. Yani bu munosabatlar aslında bu Xitoyga bo'lgan bisimdan beri G'arb davlatlari bu xil ticari sumu azalış lazım. Ama azalmay yükselip gitbardı. Misalga Xitoyninki raqamini qarasak, Xitoyninki Germaniyaga setishi 115 milyar dollar. Bu burunqi qarag'an chaqda %32.1 %32.7 o'sibdi. Yani bu %30 neçe ösüş asan bir iş emas. Yani Xitoydan Germaniyanın mal ilişi bu. Germaniyanın Xitoyga setishi bo'lsa 120 milyar dollar. 2020 yılga qarag'an chaqda %14.1 o'sish oldu. Yani bu arasındaki diplomasi ve siyasi cihətdən ve hatta şu qimmat qarashlar cihətdə iki tarafınki münasebetleri xuddi yiriklişken bozma, ticari sumundan nurgun narsa tushundirgili bo'ldi. Bularninki iqtisodiy ticari chetdagi beg'i kuchlanadi degan. Germaniya bilan Germaniya Amerika bilan bo'lgan munosabat mana shunga o'xshash. Ya'ni ticari chetdan o'sishlar bor degandek. Shuningga bu G'arb davlatini tashlab qo'yib Xitoyga, Xitoyni tashlab qo'yib G'arbga bunda qiyib ketadigan ahvol hozircha ko'rinmayapti. Taki belki bir jang bo'lgan vaqtida, rasmiy raqib bo'lgan vaqtida, dushman bo'lgan vaqtida belki o'zgarishi mumkin. Hozirgi ahvol qarag'an chaqda mushkil munosabat. Ya'ni Xitoyninki inson haqlarining dafsanda qilishi, bu yerda Uyg'urni asos qilib tilga olgan. Ondan keyin Tayvan masalasida
Xitayning ilib borgan bu siyosetining to'g'ri bo'lmaganligini, g'arb devletlarining qimmat qarashlarining yine g'arbliklar uchun muhim bo'lganligini bularni deb o'tdi Scholz. Ama yani bir cihətdən ticarətini, iqtisad münasibətini yine qoyuqlaşdırsak buludu degan gapni mi degan. Şununla bu ya ah ya kök deb ayrı mındaqları analiz qilish, yani bunda bir göz qarash pek to'g'ri bo'lmaydi ekan. Siz davomli ta'kidlab deysiz, bu xalqaro munosabat yoki davlatda o'tirishga munosabat ro'shan ayrılgan emas. O'tirishga fasillar aniq chiziqlar bilan yoki qora oq chiziqlar emas, bir-birisiga kirishib ketgan. Kulrang ham bor, seriq rang bor, boshqa ko'k rang bor. Ranglar alışıp ketken bo'lg'achqa buning o'tirishki masalaga har nuqtadan qarashga to'g'ri keldi deb davomli ta'kidlaysiz. Bizning odatda bir tafakkur mantiqimiz ko'ra oq qora deb bunda bir ko'nib qolgan bir ahvol bor-ku. Bu meseleler analiz qilishdan yetersiz, yuzaki qolgan bir nuqta nazar ekan deb qarasak bo'ladi. Ammo xalqaro munosabatda masalalar ko'p qirliq, ko'p taraflik, bir-birisiga kirishib ketgan bo'lg'achqa siz degandek shu sovuqqonlik bilan belki hem bir inchik nuqtaga ayrim muammo qilgan vaqtida andın ma'lum darajada to'g'ri analiz qilib bo'lgan degan qarashni davomli ta'kidlaysizlar. Ya'ni bu bizning men so'rayotgan savollarni davomli xalqiga oq qora qizil nuqtasini makrab bir savollarga moyildek bilinib qoldi üzerinde. Buni bir ta'kidlab qo'ygan kerak. Biz hozir Amerikani biraz deb o'tdik. Onu Xitoy tarafini deb o'tdik. Yana bir masalaning muhim bir tarafi bor endi. Hozir bu Rossiya Ukraina urushi davom etmoqda. Yevropaninki ko'zi yoki butun dunyoninki diqqat e'tibori yoki medianın diqqat e'tibori da mushu urushda bo'lyapti. Bu urush nisbatan Germaniya yoki Angliya yakrab aktiv Rossiya turadi. U bo'lsa Ukrainani qo'llab Rossiyaga qarshi turish masalasi. Bu qatimki ziyoratda bu masala chuqur tilg'andi deb o'yladim shundaqla medialarda mushuni xabar ko'rsatadi. Sizce tilg'angan bo'lsa qaysi xil shaklda tilg'andi? Balkim Germaniya bosh ministri Scholz nimlar degan bo'ldi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping balkim qandaqroq bir narsani degan bo'ldi. Bu Germaniya bu to'g'risida bir siz analiz qilib berasiz. Menimki tahminim ham bu meselede Scholz tarafdan şu Xitoyninki Rusya üstündeki nüfusdan faydalanıp yani Putin'in qilgan xatodan çekilip chiqishini talab qilish bu sohbatni qilgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yani Putinga deb yani şu 2. ayın 24. günden evvelki ahvalga aylanishini xohlaydi. Çünkü eğer de bu Rusya'nınki bu keyingi çekilişi Germaniyanınki Rusya'dan ilayotgan energiya ham normallaşadi. Germaniya bilan Rusya'nın münasebetimi normallaşadi ve şundaqla dünyama normallaşışga kirdi. Çünkü pandemiya bilan birlikte bu Rusya Ukrayna jang bilan birlikte dünyanın iqtisodiga bek ig'ir zarba berdi. Xalqninki turmush seviyesi tushib ketdi. Mal bahası qimmatlashib ketgachga bu turmushlarga jiq ziyon berdi. Shuningga mushu Ukraynadagi urushni to'xtatgan taqdirda ki muvafiq bir şekilde her iki tarafning qabul qila oladigan shaklda qurilsa ve mushu Germaniyadek, Yevropadagi qolgan devletlardek bular bu devletler için bir foydali bo'ladi. Belki mushu chetdan bir narsalarni degan bo'lsa kerak. Xi Jinping belki mana deydi deb o'ylayman. Çünkü bu deganlarim burunqi Xitoy amaldorlari, tashqi ishlar ministrligi sözcüsü Wang Yi, tashqi ishlar ministri Wang Yi'ninki degan gaplariga qarta da'vatime bunu. Yani mandaq da'vatadu degan gaplarim ayadan keldi. Yani manbasiga qarab da'vatime. Xi Jinping belki şu siz Avrupalılar, NATO'lar mushu sharqqa qarab yeyilib ichilib qilg'achqa Rusya'nınki xavfsizlik chetda bir ansirashini yaratdinglar. Aslında sizlar xato qildinglar buni. Shuningga Rusya bu o'zininki xavfsizlik ansirashini yo'qotmak uchun mushu Ukrainaga hujum qildi.
deydi deb o'ylayman. Ondan keyin bu Ukrayna meselesi kelgan chog'da xalqaro qonunda hiçbir devletga sebepsiz hücum qilib bir devletni ishg'ol qilib bo'lmaydi. İglik huquqi bo'lgan bir devletga hücum qilib o devletni parçalaşma to'g'ri bo'lmaydi deb deyish mumkin. Yani Ukraynani qo'g'dagandek gaplarni. Ondan keyin yaqinqi zamonda bu kun tartibga keldi bu. Scholz o'zini tanqid qilgan odamlarga javob berish uchun mana Xitoy Rossiyaning yadro qurol ishlatishga qarshi bo'lganligini dedi ve bu so'zni berdi. Bu mu bir g'alabiyat deb medya karşısında konuşturdu o Scholz. Yani yadro meselesi. Aslında bu Xitoyninki burundan tartib bu deb kelayotgan bir siyosati. Yani hiçbir rayonda, hiçbir devlette yeni bir yadro kural işlep çıkarış ve yadro kuralını jangda işletilgan kural kılıp işletişe karşı kip kelgan yani Xitoylar. Yani burun baz siyosati. Yani Scholz bu da bağlan çağda Xitoy Xi Jinping bunu tekrarlagan bo'ldi. Yani yeni bir narsa emas demoqchiman. Xi Jinping belki muştaq narsalarni dedi. Ondan keyin bu gaplarni tarjimonlar bilan birlikda ondan keyin vaqt tugab bu Xi Jinping bilan ko'rishib bo'lib hemen shu bosh ministr Li Keqiang bilan ko'rishmek lazım. Çünkü Li Keqiang'ninki chaqirgan mehmoni dermamdi bu. Li Keqiang bilan kelganda yani Xi Jinping'ning degan gaplarini belki Li Keqiang o'zining gibi şekilde o'zininki tili bilan belki tushunadi. Scholz şu gaplarni tushundirdi ama arasındaki bu iki baş ministrninki arasında en mühim gap şu iqtisod, ticaret. Yani erkin ticaret, hem beraber ticaret. Yani Xitoy şirketleriga imtiyoz tutunup Gürman şirketleriga imtiyoz bermaydigan bunday ishlar bo'lmasin. Bu şu Germaniyanınki Xitoyda faoliyat ilib borgan şirketlarninki maxfiyatni zo'rlab ilishga tirishmasin. Ondan keyin bu Xitoylar shu chet elliklarning shirkatining ichiga Komünist Parti grubini qurg'izdi. Bunlarni qilmaslik degandek shularni so'zlagan bo'lsa kerak, ama biz en ko'p shu iqtisod meselesini ondan keyin muxbirlarni kutilish bor. Ondan keyin bu Germaniyada faoliyat ilib borgan Germanlarla ko'rishish degandek bir kunning ichida mo'yin yig'inlarni hammani to'liq chizib o'tgan gapda. Şununla bir yerde bazı meseleler çonkur bir şekilde müzakere, münazara kılınmadı da o'ylayman. Taraflar, iki taraf hem de taraflar özününki düşüncesi, fikri ve pozisiyasını bir-biriga ko'rsatgan bo'ldi. Ve shundaqla bundan keyin texmi inoq, texmi qo'yiq munosabatlarni qurib turaylik degandek bu gaplarni deb Scholz qaytgan bo'ldi deb shunday bir ahvol bo'ldi deb o'ylayman. Avrupa ve Xitoy arasındaki bu meblag kelishiminin imzalanış meselesi de Germaniyanınki meydanının teorisini keltirip çıkaramıyor. Bence bu hem Xitoy hem Germaniya bir-birisiga mablag' selishishdan diqqat bilan qilyotidi ama to'xtab qolmaydi deb o'ylayman. Misaliga 2021'deki rakamga qaraydigan bo'lsak, Avrupa ve Xitoy bir-birisiga mablag' selishninki so'mi 270 milyar dollar bo'ldi. Bunun o'sishi belki asta o'syapti. Bo'libmi shu Germaniya tarafda bo'lsa, ko'proq shu pul muomalasida, ondan keyin bu virus tadqiqot jetda, yeni enerji jetda, elektronik mashin jetda degandek bu sohalarga mablag' soldigan seylatyapti. Çünkü bu saha yeni sahalar bo'lg'achqa kirimimi biraz nim bo'ldi-chu, foydasi bo'ladi.
Yani 2021'nin rakamı qarayıpan bolsa, Xitay bilan Avrupa Birliği, yani bütün Avrupa devletler bilan bo'lgan ticari sumu 828 milyar dolar. Bu 1 trilyonga qarab mingyapti. Bu her yıl ösevatıdır. Muşu 2020'lerde, 2019-20'lerde bu rakam 700 milyar etrafıdır. Hazır 828 milyarga ösepti. Bu aldığınki yıllığa qaraganda %14.8 ösüldü. Yani Avrupa Birliği Xitayga bek karşı tenkitini ilip beriyotidi. Xitay Avrupa devletlerge Uygur meselesinden töpeyli bazı milletvekillerge, bazı tədqiqatçılarga, bazı tədqiqat merkezine ceza verdi. Bir-birisini cezalandırgan ahvallar var. Hatta Uygur meselesinden töpeyli muşu bir-birisiga mablag' selish degan kelishimga bir imzosini nimaga to'xtatgan bo'ldi. Muşu ticari somu o'sgan siri bir-birisiga mablag' sağan rakamlar biraz o'sgan siri bu bir-birisiga karşı bir-birisiga mablag' selish kelishimi belki imzalashiningki ihtimoli var. Yani Xitay belki bunu bekirek isteydi. Bu nime Avrupa mı buna bek isteydi? Bu istekler Xitay cetten digen çağda yalğızla bir iktisadi ticari sahasındaki bir mesele emez. Okşaşlar muşu yeni İpek Yolu projesine, yani muşu stratejisini emelleştiriş için Avrupa bazarı bile Xitay bazarının ki entegre, yani bunda bütünleşişi lazım. Eğer de bu iki bazar birleşken vaxtıda İpek Yolu'nun vasıtasıyla bağlanan takdirde onundaki Xitay için yeni İpek Yolu strateji ehemmiyetli bulur. Ve onundaki Xitay'ın 2049'da Cihangir devlet buluşunun asasını kuralaydı. Şununla bu Avrupa bile boğan münasebetlerini bazı kanunlar bile, kilişim bile, toptamname bile bağlaş Xitay üçün mühim bir faaliyet. Şununla bunundan keyin hamda Amerikaga Çin tılsımı Avrupa'ya karşı biraz yumuşaydı ama bütün Avrupa devletleri gelmez. Germaniyaga, misalga Hungariyaga, Gretsiyaga, İtalyaga degandek aşlağa farklı pozisiya, ama İngiltere'ye, Fransa'ya ve başkalarına katırak bir pozisiya kılıp bu pozisiyalar Avrupa'nın işçinimi parçalaydı, bölüdü. Bölgenden keyin Xitay bu Avrupa Birliği'de tekimi tesirli bir siyasetine ilip bağlı oldu. Bu Xitay'ın ki siyasi ananesinde bağ bir taktik bu. Yani Jiraktaki bile dostol yakındakine urup sal degandek bir taktik var. Yani bu coğrafya mesafe emez, o münasebet yakınlık jiraklıkının gibi meselesi. Bunun Xitay Avrupa Birliği karşı nurgun taktikleri buludu dep oylayman. Avrupa'nın yeniga tartışıkla tırıştı. Avrupa ama bu Xitay bazarından ayrılıp çıkışıma biraz kıyın görünüyor. Şununla Avrupa ve Xitay arasındaki iktisadi ticaretlerden töpeyli münasebetler pek isil bir seviyeye gelmesi ama orta hal bir seviyede devam kılıdı. Yani münasebetten derecesi özgürlük buluşu mümkün demek çok söz. Malum sizin programına otururuz dep ettiniz bu. Başminister Scholz'unki ziyaretiyle hem Germanya'nın işçiliğini, hatta Birleşmiş Hükümet'in işçiliğini tenkitler oldu. Amerika medyası bunu tenkit kılgan oldu. Ben bu meselede bu katılımı ziyaret bu. Germanya ve Avrupa devletlerinki Amerika'nınki Xitay siyasetini bek kollamaydigan tarafga qarab taraqqiy qilishning bir bishorati bulamda yo'q. Normal halde, yani umumi cidden bence Amerika'ya karşı çıkmayın. Çünkü bu Germanya, bu da Avrupa devletleri şunda
Rusiyanınki Ukraynaga hücum kılışından bir neslin tecrübe savak aldı. O bolsa bir devletke malum mesuliyatçetten bağlanıp kalsa, navadı bir vaka çıksa, kutlamaydıganlığını, ziyan tatıdıganlığını kördü. Misalga Germaniya 20 yıl evvel muşu yadro elektrik santralını toktattı. Çünkü tabi gaz texima yeşil buldu, texima sağlamlık buldu, muhitini bozmaydı degandek aşındak oyu bile kıldı. Ve o vaxtdaki baş minister Schröder degan adam bugün Rusya'nınki en çok tabi gaz şirketininki meslekçisi. Ve aşı vaxtıda tabi gaz yadro santralını iptal kılgaçka tamamen Rusya'nınki gazıga bağlandı. Ma vaka çıkkandaki nene kıyınçılık ahvalı çıkmadı. Bu yalğızla gaz bile bu nime emez. Yani halk tonlap kaldı, bu par yanmaydıgan boldu, bu emez. Bu nurgun sanayi işlep çıkırışta mı gazga ihtiyacı var. Şunun bu Germaniyanınki, Avrupa devletlerinin işlep çıkırışını mı astılaştırılan bir ahval oldu. Gerçi bu limanınki Rusya'nın gazı dünyanınki belki %20 etrafında. Ama dünyanın başka yerde %80 gaz var. Ama o gazına eriş için biraz kıymetli toktaydı. Amerika mı cık enerji satalaydı? Çünkü Suudi Arabistan'da mı köp enerjiye iyi Amerika. Ama Amerika ile Avrupa'nın arasında teminleş zinciri yok. Yeniden şekilleniyor. Şununla Xitayga bekle bağlanıp kalsa, ertesi gün Xitay bile bir cidel çıkıp bağlanacak da Amerika Xitay arasında. Ya kim Tayvan'a hücum kalsa, bazı devletler Avustralya, Japonya degende Amerika'nı kollab keng kölemde bir canla bolup geçse, canınki özü kiçik ama katnaşkanlarınki sani keng kölemde bolsa demekçi. O vaxtda da Germaniya yine Xitayga bağlanıp kılıp onundaki kutlamaydıgan bir ahval olup kalıdı. Şununla bence muşu Germaniya işlep çıkırış sanayicetten pek güçlü. Ve bu kazanılan pulunki köpü muşu export ticareti bile bulmadı. Şununla bu Xitay'nınki meblağ silişini çıkarak ister, özlerinki Xitay bazarında meblağ silişini azaltıp, esasen muşu özünün işlep çıkargan xil muşu sanayi mesulatlar, maşina degende Xitayga setiş degen yolunu tanlaş mümkün. Bunundakin körümüz hem taraqqiyatga. Yani Xitayga Rusiyaga bağlanıp kalganda Xitayga bağlanıp kalmaslık üçün bir siyasetini ilip bardı dep oylama. Bu Avrupa devlet üçünmü şunda, Amerika üçünmü şunda. Çünkü Xitayga bekin kılışı pek nimendir. Rusiyaga bekinişti ama çonkur ve kengerektir. Bunundan keyin Garp ile Xitay'nınki münasebeti ebey degende iqtisodda, ticaretde, başka xalqaro meselelerni alakadar kıldıgan meselelerde hamkorlik kıldı ama muşu kıymet qarashlar chetda, demokrasi, inson haqlari chetda taviz vermeydi dep oylayman. Hazır malum sizin dep ötkendek. Bu menfaat münasebeti, bu iqtisadi ve ticaret münasebeti de Germaniya Xitay bilen temponluk siyasetini ep bardı. Lakin menfaatini nemin taqaza qılsa çok işe elip maňa dedi. Hatta bunu sallyk rakamlar bilen delil qılıp turup, texmi üst vatqanlygyny iqtisadiýatdan dep ötken boldunuz. Ama kıymet qaraş, insan hakları, demokratiyadan ibaret bu cihetden bolsa Xitayga besim qilishni dowamlaştırdınız. Özellikle kıymet qaraş yoki insan hakları vaqtda biz isektirimiz yani Avrupa. Bu qıtım bu cihet bilen bu täsir uçurandı, uçurmamdı. Bence bu cık tesir uçurmaydı dep oylayman. Çünkü muşu qetimki meyli pandemin bolsun, meyli Rusya'nınki Ukraynaga hücum kılışı bolsun, dünyadaki nurgun devletlerge bir ders bergen boldu. Yani her bu iqtisadi ticaret menfaatgila iyisini bilip,
başka narsaga dikkat kılmasa, mana Rusiyadek bu kıymet qarashlarga qaramay, o'zi bilganini qiladigan degan bir o'yga kelib qoldi. Hamda G'arb devletleri Xitoy o'sib yukselib, agarda jahongir davlatga aylansa, G'arbliklarninki mayli iqtisod tijorat bo'lsin, mayli qimmat qarashlari bo'lsin, mayli texnologiya va ma'rif chetdagi ustunlik va aql fikr chetda ustunlikni topqizib qo'ydiganligini his qilib kelyapti. Bo'libmi Xitoyninki bu urushgan bo'ra degan diplomasiyasini davom qilgan siri bu xil tushuncha texmo ko'payyapti. Shuningga bu g'arbliklar yine mevcut hozirgi ustunlikni qo'g'dab qilish uchun bu qimmat qarashlarini qo'g'dashga tirishadi. Ammo qanday shaklda qo'g'daydi o bir mesele. Misalga Germaniya Merkel baş minister bo'lgan vaqtida mush inson haqlari demokrasiya chetdimi suhbatlar bordi. Bu suhbatlar yepiq suhbat. O yepiq suhbatda nima deyildi, nima deyilmadi hech kim bilmaydi. Chunki medyaga içilmedi o gap so'zlar. Ammo ikki davlatninki iqtisodiy ticari munosabat yuqori seviyaga o'sdi. Merkel xuddi har yilda bir qitim Xitoyga ziyoratga boradi. Shuningga bu iqtisodli bo'lsa, manfaatli bo'lsa, ba'zi narsalarni tatqizib qo'yib, uyushtirib qo'yganmiz degan o'yga kelib bo'ldi. O'zi deb qo'g'dab va o'zining abaqiman degan xil sohadagi ustunlikni qo'g'dab qilish uchun bunga ahamiyat berishga boshlaydi deb o'ylayman. Ammo hozirgi shu inson haqlari va demokrasiya degan ufqummi turibdi. Buni qanday yengilash, bununla qanday islohot elib berishmi bir cho'ng bir mesele. Bundan keyin yana shu kona uslub bilan shu qimmat qarashlarni qo'g'dayman desa, bundan natija ilishmi biraz qiyin bo'ldi deb o'ylayman. Yana g'arbliklarma shu qimmat qarashlar chetdan yeniden bir islohot ilib berish. Shu mazmun chetdan ichini to'ldirish lozim. Ve buni dunyoga to'nutganda, Xitoyga, Rusiyadek davlatlarga to'nutganda qanday uslub bilan to'nutish bo'lma bir mesele. Shuningga qimmat qarash degan g'arbninki va shundaqla universal bir ko'z nima bir qimmat qarash. Bu qimmat qarashni qo'g'dayolmagan taqdirda unda g'arb bo'lamaydi. Malum biz öteki katı programımızın değişken bunu. Yani Dünya Avrupa Merkezi Germaniye'de. Germaniye'de bu başka hem Germaniye'sinde öttünüz Avrupa'daki Avrupa İttifakı'nınki başlamcısı. Şundakla Avrupa İttifakı'nın bir poyuz okşasak paravuz karakterlik devlet. Yani Avrupa İttifakı'nın başlatmamak bir devlet. Yani bu şundak bir şerait aslında bu kadının bu ziyaret ile Dünya Avrupa faaliyetler olmuşsun veya ki başka Uygur teşkilatlarındaki faaliyetleri olmuşsun. Tesirli uçurma. Uçurursa kanarak seyir uçurap kaldı. Ya ki kandakrak bir şekilde buldu. Bence çoğun bir ziyan bulmaydı dep oylayman. Bu Germaniya bilan Xitoylar bo'lgan bu ticarette en köp ticaretini şu Bavarya ştatı yani vilayeti kazandı. Ve bu Dünya Uygur Kurultay ve bir qancha 4-5 tane teşkilatının merkezimi şu Bavarya ştatınınki paytaxt bo'lgan Munix'te. Şununla bu Xitoyning bisimi cho'qim keldi. Yani Dünya Uygur Kurultayı'na bisim işitish Xitoyninki talab qildigan bir ish. Faqat Germaniya ve Avrupa Birliği hammasininki bir asas qonunlari var. Germaniyada bo'lsin, Avrupa'da bo'lsin. Bu devletler hemmisi hukuk devleti, kanun devleti. Yani kanun qarab ish qiladigan bir devlet. Bu teşkilatlar hemmisi resmi teşkilat bo'lg'achqa, o hükümet kopup onu aldıramaydı. Ularga cheklama ekilamaydi. Ta ki Germaniyanın ya ki Avrupa Birliği'ninki kanunlarıga, nizamnamelariga, kelishimga, to'xtamnomaga xilop bir ish qilgan taqdirda u vaqtida onundaki to'siyalaydi Uyg'ur teşkilatları. Bo'lmasa ularni to'sash qiyin o kanun.
tarafdan qoğdanğan bir teşkilat bu. Yani çünkü o devletin resmi bir teşkilat. Şununla Uygurlar ve Uygur teşkilatlar hata kılmaslık üçün tırışmak lazım. Yani özünün hatasıyla öz kitip kılış mümkün. Germaniya hükümeti ya ki Avrupa Birliği Uygur bu teşkilatlara karşı bir biçim işitişme onay emez. Yani nayda ustalık bile bir neslerini kılış lazım ki bir netice alsın. Ama azırca onda neyse onda bir ahval görünmüyor. Malum sizde belki bu Xitay'daki siyaset bilen hizmetlerindeki vaktimizde hükümet, ediliye, asasi kanun, parlament hatta namı bilen. Hemmisi bir kirişip etken bu ağaçta bir iş olsa daha hemmisi bağlap şu anda. Hükümet hemmisi kılalayı diyen bir kalımız ideya var değil mi? Bizim bunca sığındırıldı. Ama çetlerde, bu demokratik ellerde bu tam tertürü. Yani ediliye, parlamentin hukuku, hükümet hukuku ayrım. Peki bu devlet için hizmet kılıyor. Buna olan için dünya hukuku yakın başka teşkilatlarının hak hukukunu asas kanundan, ediliyeden yani adalet ediliye organları kovdurdu. Hükümet ediliye karışamaydı. O seçte parlamentin çıkaran kararları belki başka güçlere karışamaydı. Çünkü bu mentıkını oylasa siz diyende pek tesir kılmaydıqalığını kürpiteleyimiz. Ezgürmenler biz bugünkü programımızda Germaniya Baş Ministeri Scholz'inki Xitay ziyareti üstüde analiz etmiştirdik. Erkin malum köp rahmet sizge. Ben rahmet ettim.